To'g'rimi? Ana endi qaranglar. Ya'ni bizlarda funksiyani o'zi misolcha y barobar kx plus b deylik. Funksiya bor, to'g'rimi? Bu ixtiyoriy funksiya. Ya'ni chiziqli funksiya k bilan b ni o'rniga ixtiyoriy xohlagan sonimni qo'yishim mumkin. Ana endi qaranglar. Tenglam mana funksiyani o'zi bor. Tenglamasi qanaqa bo'ladi? Tenglamada biz bilganmizki, har doim bitta tomon nima bo'lishi kerak? Demak, tenglamaga aylanish uchun buni ham bitta tomon nima bo'lishi kerak? Ya'ni y b o'tkazsam. Y oldi minus bo'lgani uchun o'rtaga yozaman birinchi. Ya'ni kx minus y plus b teng 0. Mana funksiyaning nimasi bo'ladi? Funksiya tenglamasi. Bo'ldi, qiyin ekan. Tushunarli bo'ldi? Funksiya tenglamasi desa yoki mana shunday tenglamasidan funksiyani o'zini toping desangiz topib bilasizlar. Funksiya bu y ning o'zi. Shartda y ham oldida son bo'lishi mumkinmi? Umumiy ko'rinishda qanaqa yozamiz? Umumiy ko'rinish. Ya'ni x oldi ham son bor ax plus y oldi ham son bor bx plus by deylik plus c teng 0. Mana bu funksiyaning tenglamasini qiyin ekan. Qiyin emasmi? Demak, a b c'lar nima ekan bular? Ya'ni sonlar. Bit tushundik. Ana endi sizlar bilan ko'ramiz nuqtadan funksiyagacha bo'lgan masofa. Ya'ni ixtiyoriy bitta nuqta bor. Masofa deganda ham eng qisqa masofa, eng qisqa masofa. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar, tak, yaxshi. Shu yerdan poliyagacha bo'lgan eng qisqa masofa desa nimani nazarda tutadi? Tak. Ha? Rollar, domlar, devorlar teshib o'tib ketish kerak, yana shunaqasiga. Eng qisqasini topish uchun, eng minimum. Agar lekin oddiygina shu yerdan poliyagacha bo'lgan masofa desam, sizlar nimani tushunasizlar? Mana bu yerdan chiqasan birinchi, keyin o'ng qo'lga, keyin yana o'ng qo'lga, undan keyin chap qo'lga zinadan pastga, undan keyin yana chap qo'lak eshik bilan to'g'riga, undan keyin o'ng qo'l tashqariga, yana to'g'riga, yana o'ng qo'l. Qancha necha marta qiyshaydi bu chiziqimiz muslimaga o'xshab. Ha? Tushunarli bo'ldi-ya? Mana masofalar har xil bo'lar ekanmi? Lekin ularning ichidagi eng qisqasi har doim nechta bo'ladi? Tushunarli bo'ldi? Domni teshamiz. Domni teshamiz endi. Devorni teshamiz. Tilim sep chiqib ketdi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar, bu masofa har doim bir xil bo'ladi. Buni funksiyagacha desa, funksiyaning o'zi bu nima edi? To'g'ri chiziqmi? Ya'ni to'g'ri mana shu to'g'ri chiziq nima deymiz? Ya'ni mana shu funksiya bo'lsin. Funksiya. Ya'ni ko'rinishi keyin gaplashamiz. Mana shu nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan eng qisqa masofa va bu tushadi. 90 gradus burchak ostida tushadi. Va bu masofani D harfi bilan nima qilamiz? Belgilaymiz. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni masofa D ni nima qilamiz? Topamiz. Tushunarli. Va bu nuqtada har doim nechta koordinatasi bo'ladi? Ikkita. A, ya'ni koordinatasi x0 deyman, y0. Nima uchun x, y demadim? Funksiyada x bilan y keladi. Tushunarli bo'ldi-ya? Funksiyada x bilan y keladi. Ikkalasi bir-bir bilan nima qilib ketishi mumkin? Aralashib ketishi mumkin. Lekin mana bu joy, demak nima bo'lar ekan? Eng qisqa masofa. Agar lekin mana buni ko'raman desamchi. Mana bu oddiy qanday masofa. Ya'ni kayfiyatimizga qaraydigan masofa. Qayerdadir bormoqchiman, kayfiyatim shu joyga borib kerak-ku. Sekin, uzoq yo'ldan ketadigan. Ya'ni 1 kilometr yursam uyim, cho'ta uyimga kirgim kelmayapti. Bu yoqdan 15 kilometr aylanib kelsam bo'ladi. Mashinachadaman.
15-20 km sekingina qo'shiqcha ashularni qo'yib nima qilib kelaman? Aytang. Xuddi shunaqa, ya'ni kayfiyat lekin bunaqa masofalardan cheksiz ko'p. Mana bu ham bo'ladimi? Mana bu ham bo'ladimi? Bunaqasiga o'tsam ham bo'ladimi? Lekin eng qisqasi qancha? Bittami? Tushunarli? Mana bu uchalasi ham qanaqa ekan? Oddiy masofa. Ya'ni uzoqroq. Yo'llar. Tushunarli bo'ldi? Uzoqroq yo'llar. Uzoqroq on top desam, uzoqlashtirib tashlaman. Nima deysiz? Ana bu joydan bunaqasiga ketaman-da, bunaqasiga aylanib kelaman. Protiv teskari ket, to'g'rimi? Tushunlaringiz-a? Ana endi demak, yaxshi, buni qanday qilib topamiz? Bu uchun mana bu funksiyani ko'rinishi o'zi y barobar kx plus b deb beriladi, to'g'rimi? Lekin menga kerak bo'ladi. Faqat funksiya tenglamasi. Demak, eng qisqa masofani topish uchun funksiyaning o'zi emas, uning nimasi kerak bo'lar ekan? Tenglamasi. Ya'ni o'zini ham berib qo'yadi. O'zini ko'rinishdan tenglama ko'rinishga nima qilaman? O'tkazib olaman. Ya'ni uning ko'rinishi teng. Shunda u masofani topsak bo'ladi. Buni ana endi isbotini ancha geometriya kerak bo'ladi, tushunlaringiz-a? Geometriya kerak bo'ladi. Geometriyani bilmaganim uchun to'g'ridan-to'g'ri formulasini yozib berib ketaman. Ya'ni oddiygina x0 bilan y0 mana shunga nima qilib qo'yaman? Keltirib qo'yaman. Oddiy. Ya'ni 0 plus c. To'g'rimi? Ana endi qayerda 90 gradus bo'lsa, unga ham mos nima bor? To'g'ri burchak, uchburchakda. Ilzosda faqat bu yerda gipotenuza har xil yo'q-ku, to'g'rimi? Ya'ni a bilan b dan foydalanim. Ya'ni a kvadrat plus b kvadratning o'zi. Va bu nimaning ichida bo'ladi? Nimaga modul ichida bo'ladi savol? Chunki masofa manfiy chiqishi mumkin emas. x0 bilan y0 funksiya tenglamasiga keltirib qo'ysam, tenglamaga keltirib qo'ysamda, javob 0 chiqmaydi bu yerda. Chunki bu nuqta mana bunga tegishli emas. Javob 0 chiqmaydi, qandaydir son chiqadi. O'rniga keltirib qo'ysam, manfiy son chiqishi mumkinmi? Manfiy buchi musbat. Minusi plyusga bo'lsam nima chiqadi javob? Minusmi? Lekin masofa minus bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Tushunarli bo'ldi? Xuddi shuning uchun uni nimaga qo'yamiz? Modulga qo'yamiz. A bilan B bu yerda qanaqa son? A x ning B chi y ning oldidagi son. C chi x ham yo'q, y ham yo'q. Erkin, ozod akani soni. x0 bilan y0 nima ekan? Berilgan nuqtaning koordinatalari x0 va y0 berilgan nuqtaning nimasi ekan? Agar koordinatalar mana bu yerga keltirib qo'ysam, har doim javob 0 chiqadi. Har doim chiqadi. Tushunarli? Mana bu nuqtada, misol uchun mana shu yerda bitta nuqta bor, uni koordinatasini keltirib qo'ysam 0 chiqadi. Mana bu nuqtadan mana bu yerdan bitta nuqta olib keltirib qo'ysam ham 0. Bu yerdan olib keltirib qo'ysam, bunga tegishli bo'lmagan ixtiyoriy nuqtadan keltirib qo'ysam, buni javob 0 chiqmaydi. Bu 0 faqat nimani anglatadi? Funksiya tenglamali C'larni topishga. Tushunarli bo'ldi? Joy keladi, mahraj keladi-ku. Umumiy mahraj berib, mahraj nima qilib yuboradi? Tashlab yuboraman, ha? Seni ham o'rnidan nima qatnashadi? Son qatnashadi. O'shalarni ajratib olish uchun kerak. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? Yakunlanadi. Davay yozib olinglar.